Azizlarim barchaga assalomu alaykum. Juda ham ko'p kommentariy yozyapsizlar, juda ham ko'p savol beryapsizlar. Ba'zi bir savollarga javob bermasligimning sababi bu savollar qayta takrorlanib kelyapti. Boshqa bir sababi esa bu savollaringizga men videoda javob mayli bitta videoda bo'lmasa boshqa videoda javob berib o'tib ketganman. Ya'ni xonani harorati qanaqa bo'lishi kerak, qo'y yeydimi, boshqa savollar juda ham ko'p savollar berilyapti. Bular haqida men sizlarga aytib o'tib ketganman. Latoklar haqida tushuncha berdim, lekin shunga qaramasdan latoklarni ham so'raydiganlar juda ham ko'p. Tayyorlash jarayonini ko'rsatinglar deb yozganingizlar. Hozir menga masalan deylik, Qarshidan bir og'aynimiz shu latoklarga buyurtma qilgandi. O'zi tayyorlanish jarayoni juda ham qiyin emas. Bu yerda yopishtirish umuman oson, lekin qiyin bo'lgan vaziyati bu mana bu listimizni kesib olish bo'ladi. 5 santimetrdan qilib, mana bunaqangi pollosa qilib kesib olishimiz kerak. Buni tep-tekis kesishni o'zi ozgina muammo, qolgan hamma narsasi oson. Buni kesib olish uchun nima qilinadi? Keyin oldin men sizlarga kesib olish jarayonini ko'rsataman-da. Mana bu listimizni hozir kesib olaman. Hisob qo'ygandi. Bunaqangi tep-tekis bizga pravila bo'lsa ham bo'ladi, pravilani ishlatsangiz ham bo'ladi. Tekis narsa kerak. Qo'yib turib, shuni chekkasi bilan kesib olinadi. Demak, bizga pichoq kerak bo'ladi. Men o'zimga mana bunaqangi shabloncha qilib olganman. 5 santimetrlik. Mana shu shablon va bizga bu bosib turish uchun bir og'ir yuk kerak bo'ladi. Menda mana bunaqa gantel bilinlari bor. Shuni ustiga qo'yaman-da, menga yuk vazifasini beradi, ya'ni bosib turadi. Mana bu listimiz hech qayerga o'ynamasligi uchun. Demak, boshlaymiz. Shablon bilan oddiygina o'lchab olamiz. Pichoqni iloji boricha 90 gradus tikka ushlash kerak. Bu yoqqa ham yotqizish kerak emas, boshqa tomonga ham yotqizish kerak emas. Tikka ushlab turib, bir martada emas, bir necha martada kesib olinadi. Mana shunaqa polasa qilib kesib olamiz. Bu afzalligi shablonni ishlatishni, polasalar hammasi bir tekis, bir xil chiqadi. Hech qaysi katta kichik baland-past bo'lmaydi. Ana endi polasalarni kesib olgandan keyin mana shu tekis joyda qo'yib olib, yopishtirib chiqamiz. Yopishtirishdan oldin iloji boricha uni naridak bilan tekislash kerak. Yopishtirishni boshlashdan oldin polasani burchagini, ya'ni chekkasini 90 gradus tep-tekis bo'lishi uchun kesib olamiz. Polasa tayyor, ana endi yopishtirishni boshlaymiz. Qo'yib turib chekkasi bilan kleyda. Kleyni so'ragandingizlar, qanaqa kley deb? Eng arzon Xitoy kleysi. Kam-kamdan quyishni boshlaymiz. Aytganimda yopishtirish jarayoni qiyin emas. Buni kesib olish faqat ozgina muammo tug'diradi. Qanchalik
tekis kesib olsangiz shunchalik oson yopishadi. Listni qalinligi 5 mm. Hozir men sizlarga endi buni tayyorlab bo'lgandan keyin buni ustunlik jihatini ham hozir aytib o'tib ketaman. Mana azizlar, latogimiz tayyor bo'ldi. Endi ozgina bu haqda sizga ma'lumot beraman, tushunmaganlar uchun. Bu kley suvda ochilib ketmaydi, issiqda erib ketmaydi. Shuning uchun qo'rqmasdan bunga suv solsangiz ham bo'ladi. Tezda qotadi. Yopishi juda ham tez. Bu yoqdan kleyni quyib kelaverasizlar, bu yoqdan yopishib kelaveradi. Ana shuncha jarayonni agar qilaman desangizlar, o'zingiz bemalol olib turib, bitta listdan 5 ta. 6 ta chiqmaydi, bitta listdan 5 ta. Listimizning kattaligi mana bunaqa. 120 ga 240. Bu hozir uchli list. Sizlar oladiganlaringiz mana bunaqangi 5 mm qalinligi. Umuman olganda yaxshi narsa. Endi buni kelinglar deylik, tunuka bilan o'tgan safar solishtirgandim. Masalan deylik, tunikadan afzalligi. To'g'ri, tunikani yaxshi deyishlaringiz mumkin, arzonga chiqadi deyishlaringiz mumkin. Lekin birinchidan qo'pol, ikkinchidan qo'lni kesib olish ehtimoli bor. Agar aytganday qilib buklamasangiz. Uchinchidan eng katta kamchiligi tunikani bu mijozi sovug'ini. Bu o'ziga sovug'ini oladi. Bug'doy o'sayotgan vaqtda ildizlari sovuqqa tekkandan keyin o'sish to'xtaydi. Ya'ni ko'chada harorat qanaqa bo'lsa 1-2 gradus undan past turadi. Ya'ni temirni ushlab ko'rsangiz, temir o'ziga sovuqlikni oladi. Plastik ko'pirtirilgan bo'lgani uchun yengil. Ikkinchidan bu haroratni mo'tadil bir xil saqlab turadi. Mana shu uchun ham bug'doy yaxshi o'sadi. Hech qanaqangi bir kasalliklarsiz, boshqa narsasiz. Men hozir mana bu yerda ko'rsataman. Kecha kechqurun chiqarib qo'yganman bu narsalarni, latoglarni. Havo harorati 10 gradusdan ham tushib ketdi kechqurun. 8-5 graduslargacha tushib ketdi. Lekin ertalab qaraganimda bug'doy o'sishdan to'xtagan emas. Kim agar men roliklarimni ko'rib borayotgan bo'lsa, xabari bor, men mollarimni dalaga olib ketganligim sababli bug'doy o'stirishni ham to'xtatib qo'ygandim. Hozir nima uchun o'stiryapman? Bir sababi bor. Sababini yaqin kunlarda mana bu bug'doy yetilgandan keyin men sizlarga ko'rsataman. Juda ham ko'pchilik kommentariyaga yozdi. Qo'yga bersa bo'ladimi? Qo'yga beramiz deb molni ko'rsatib sizu deganday qilib yozishdi-da. Shu uchun men 3 dona qo'y oldim. Mana shu qo'ylarni yaqinda mana bug'doyim yana 3 kun 4 kundan keyin tayyor bo'lgandan keyin berish jarayonini ko'rsataman. Mana azizlar, sizlarga iloji boricha maksimalni latoglar haqida tushuntirdim. Yasalish jarayonini ham ko'rsatdim. Kley haqida ma'lumot bor. Agar qanaqadir savollarga javob bera olmagan bo'lsam, albatta uzr. Meni ham xayolimdan ko'tarib qoladi. Demak, yaxshi tomonligi nimasi yaxshi, nima uchun qulay, nima uchun aynan latog mana shu plastikdan tayyorlanishi kerak degan savollarga menimcha javob berdim.
Bug'doy bunda yaxshi o'sadi. Temperatura o'zgarib turmaydi. Shuning hisobiga o'sish yana ham yaxshi bo'ladi. Olib turib 5 lik plastikdan yana aytdim 150 ming o'zim narxi. Bitta listdan 5 ta lotok chiqadi. Yana bu sizlarga 30 mingdan to'g'ri keladi. Agar kimda kim mana shuncha ish qilib turmasdan oddiygina tayyorni zakaz qilsak bo'lmaydimi desa, iloji bor buni ham zakaz qilsangiz ham bo'ladi. 10 tagacha lotokni tayyorlashni foydasi yo'q men uchun. To'g'risi bu rasxodni o'zi bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun qiziq, men uchun hech qanaqa qiziqarli joyi yo'q. 10 tadan boshlab 20 tagacha chiqadigan narxni hisoblab ko'rdim. 50 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Ketadigan vaqt, ketadigan shu barcha xarajatlar bilan birga har bir lotok 50 mingdan to'g'ri keladi. 20 tadan boshlab bu yog'iga 45 ming so'mdan chiqadi. Agar kimda kim mayli o'zizga tayyordan zakaz qilamiz, buyurtma beramiz, tayyordan jo'natib yuborasiz degan bo'ladigan bo'lsa, buni hech qanaqa muammosi, klik orqali to'lov qilib turib 4-5 kunda lotoklaringizni olishlaringiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda xohlagan joyiga hozirda transport xizmati juda ham yaxshi ishlayapti, pochta xizmati bor, jo'natib olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa yana aytdim, kimlardir o'zim qilib bilaman, o'zim qo'limdan keladi bu narsa deydigan bo'lsa, jarayonni to'la to'kis ko'rsatdi. Shu menimcha lotoklar haqida endi rolik chiqmasa ham kerak. Chunki barcha narsani sizlarga tushuntirib aytib o'tib ketdim. Buyurtma qilish uchun ekraningizda ko'rib turgan Telegram orqali bog'lanib zakaz qilishingiz mumkin. O'ylaymanki muammosi bo'lmaydi. Lekin yana aytib qo'yaman. Agar sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, atsinkovniy listdan bemalol xato kamchiliklarni qilib ko'rib, o'zingizni tushunganingizdan keyin, ana undan keyin buni o'zingiz tanlashingiz mumkin. Mana o'sha listlarimiz. Suv ham quyib ko'raymi? Kimga ishonmasligi mumkin-da, suv qo'yib. Kelinglar mayli. Kimlardir ishonmaslik qilmasin. Ketyaptimi? Ketmayapti. Xullas suvni ushlaydi. Klayerib ketmaydi, suvda yuvilib ketmaydi. Teshigini ham so'raganingizlar. Ikkita qo'ysangiz ham bo'ladi, 4 ta qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi teshing diametriga qarab turib. Agar shu qalamday bo'ladigan bo'lsa, sirlon diametri 6 lik, 8 lik bo'ladigan bo'lsa, ikkita teshik. 4 lik bo'ladigan bo'lsa, 3 ta, 4 ta qo'ysangiz bo'ladi. Bizning maqsadimiz suv tushgandan keyin iloji boricha kelib turib, ya'ni yig'ilib, toshib ketmasligi kerak. Mayli, bir yo'la silajni ham ko'rsataman. Stilaj uklon bilan tayyorlangan. Hozir ko'chada turibdi bu. Tashqarida. Mana e'tibor bersangizlar, birinchi qavat tepasidan boshlab keladigan bo'lsak, uklon bo'lib ketganligi ma'lum. Tushib, darax davom etib ketaveradi. Plastikdan tayyorlagan vaqtda iloji boricha stilajning tagiga mana bunaqangi temirdan profil svarga qo'yinglar. Stilajni iloji boricha mana shunaqangi usulda tayyorlanglar. Agar bu yoqda profil noshka bo'ladigan bo'lsa, lotokni olish vaqtida qiynalib qolishingiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha stoykalarni o'rtadan beringlar. O'rtadan bersangizlar, xohlang bu tomonga chiqarsangiz ham lotok bo'lib bilasiz. Xohlang o'zingizga oladigan bo'lsangiz ham lotokni bemalol chiqarib bilasiz. Ya'ni o'zingizga qulayroq qilib tayyorlaysiz. Bugungi videoga menimcha ma'lumot yetarlicha bo'ldi. Cho'zilib ham ketdi to'g'risi. Buni qisqartiraman deb qaysidir ma'lumotlarni olib o'tishim kerak. Xo'sh, demak, men o'ylaymanki sizlarga gidroponika bo'yicha yetarlicha ma'lumot bo'ldi. Ratsion bo'yicha kelinglar, ratsion, ya'ni mollarga, qo'ylarga qanaqa qilib berish kerak? Bu bug'doyimiz tayyor bo'lgandan keyin men sizlarga ratsionni ham kuniga necha mahal, qanchadan berish kerak, hammasini ko'rsatib aytib o'tib ketaman. Sizlarga gapirganim bilan ishonmaysizlar, yaxshisi
100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deydi-yu. Eng yaxshi sizlarga ko'rsataman. Bu 3-4 kunda yetiladi, tayyor bo'ladi. Ana undan keyin hammasini o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rasizlar. Ungacha nima deyman? Ungacha sog' bo'linglar.